Xitoyning Sharqi Turkistondagi atalmış kasbiy tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlariga doir rasm va hujjatlarning oshkorlanishi, shuning bilan birga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining Sharqi Turkiston ziyorati haqida kishini umidsizlantiradigan bayonlarda bo'lishi sababli bir necha davlatda Xitoyga qarshi namoyish va axborot e'lon qilish faoliyatlari o'tkazildi. Shvetsiya Uyg'ur ma'arif uyushmasi poytaxt Stokholmdagi parlament binosi oldida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Turkiyaning Qaysariy shahrida Sharqi Turkiston madaniyat va hamkorlik tashkiloti tomonidan Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish va axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazildi. Sharqi Turkiston madaniyat va uchur markazining sobiq raisi Abdujalil Qarqash apandi bu vaqtdagi bayonotida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining Sharqi Turkiston ziyoratidan keyin qilgan so'zlarining kishini umidsizlantirganligini aytdi. U mundaq deb ko'rsatdi: Kishilik huquq tashkilotlarining doklati va to'xtamay oshkorlangan hujjatlar Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi elib berilgan jinoyatlarni to'liq isbotladi. Shundaqdimi Turkiyaning Vatan partiyasining raisi Perinchikni o'z ichiga olgan bir qism kishilar Xitoyning jinoyatini yoshirishga urinib qolmay, balki zulmni qo'llamoqda. Bu kishilar Xitoydan keladigan iqtisodiy manfaat uchun haqiqiy ko'z yumdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michelle Bacheletning Xitoydagi ziyorati haqida maxsus bayonot e'lon qildi. U yozma bayonotida Michelle Bacheletning bu qatimliq ziyorati hamda Xitoy hukumatining bu ziyoratga cheklama qo'yish urinishlarini ayblagan. Bayonotda mundaq deyilgan: Xitoy doiralarining bu qatimliq ziyoratga cheklama qo'yib, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat hali ham davomlashayotgan Shinjongda kishilik huquq vaziyatining to'liq va mustaqil kuzatilishi ham baholanishiga yo'l qo'ymaganlikdan afsuslandik. Samoa Arli bilan Xitoy to'nagan ikki davlatning hamkorligini taraqqiy qildirish to'g'risida kelishim imzoladi. Samoa taqim Arli hukumatining bayonotiga qaraganda, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Samoa bosh ministri Fiam Naomi Matafa bilan ko'rishgan va klimat o'zgarishi, yuqum va bexatarlik masalalarini muzokara qilgan. Xalqaro kechirim tashkilotining bosh kotibi Agnes Kalmarat Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michelle Bacheletning Xitoy ziyoratidan keyin qilgan bayonotiga inkos qaytirib, Uyg'ur va Tibet haqidagi so'zlarining reallikni aks ettirmaydiganligini aytdi. Kalmarat Twitterda o'zining diplomatik teatrini tushunganligini tilga olib, bu bayonotning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissariga tava ekanligi va Xitoyning kishilik huquq xotirasiga munosabatli ekanligiga ishonish tasdiqladi. Shvetsiya davlat qurol-yarog' eksportini kontrol qilish organining boshlig'i Karel Evertson Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish iltimosi to'g'risida Turkiya bilan bo'lgan suhbatga munosabatlik bayonot e'lon qildi. Shvetsiya davlat mudofaa komiteti talab qilgan sharoitda qurol eksport qilinadiganligini tilga olgan Evertson, Turkiya hozircha bizning qurollarimizga muhtoj emas. U bizdan qurol sotib olmaydi. Biz mudofaa komitetining iltimosiga asosan baho beramiz. Biz bugungi sharoitda Turkiyaga qurol sota olamiz dedi. Arab Birlashma Xalifaligining raisi Muhammad bin Zayd Al Nahyan uch taraflik sanoatni bir gavdalantirish yig'inining bir qismi sifatida Iordaniya bosh ministri Bishir Al-Sawni va Misr bosh ministri Mustafa Medbulni qabul qildi.